Akram Rahim. Aha. Beshkentdan bo'ldim. Beshkentdan. Kecha chaqaloq topib keldimda o'shan kelib turdi. Shu mana 60 yillikda. Kontrabanda. Ayting. Pastga tushganmiz. Qochib ketdingiz. Baldar quvib qarmadi. Qorong'ida tushganiga shuni to'xtamadim kechqurunda. Siz qancha so'mlik shokoladingiz bor edi? 78 ming. Ha. Mashinangiz qancha so'mlik? Mashinam 400 ming. Keshdingizmi yo'qo'yindan teng? Endi mana shashmay turing. Olishdi bo'ldilar mana. Keshdingizmi ayting. Bu bo'lash bo'ldi mana. Keshdingizmi shunday ayting siz. Keshdingizmi? Mashina shashmay turing. Mashina Qirg'izistondikmi, Tojikistondikmi? Tojikistonniki. O'zingizchi? O'zim Beshkentdanman. Grajdan. Grajdan Qirg'iziston. Ikki pasportingiz bormi? Bir pasportim bor. Bir yillik pasportim bor. Grajdan Qirg'izistonman. Mashinam Tojikistonman. Emi jarandara qayrilib qo'ying. Qarmalsangiz, dam qarmalsangiz me bo'lasiz? Bo'ldi, mana mashinam ham ketdi, boshqa ham ketdi mana seni. Rozi bo'lsiz aka? Ha, bo'ldi. Jo, rozi bo'lsiz? Ha, bo'ldi. Nimani? Jo, rozi bo'lsiz aka? Meni tortpa dag'i bu. Pasportni beraber, Sayver bersin Qirg'izistonliklar men. Bizdin Qurmanjan YouTube kanalına жазылганда лайк басканды unutmаңыздар. Qo'ng'iroqni bosib bizning videolarni birinchilardan bo'lib ko'ringizlar.